4-paraga kirmasdan darsdan qochganmisizlar. Atrabotkani pulga yozdirgan paytingiz bo'lganmi? والعود دندن لي والطبل طبطبني. Ustozingiz hech ismingizni adashtirib yuborgan payti bo'lganmi? Güzel bu alam bir kara. Birinchi paraga bormasam ham bo'lar ekan, o'zimizdan yaqin ustoz deganmisiz? Maqtov yorlig'i olib chiqinglar. Maqtov yorlig'i beringlar. Adashib boshqa guruh leksiyasiga kirib o'tirganmisiz? Bitta daftari 4 ta fandan tutganmisiz? Teknologiya. Ustozingizni ko'chada ko'rib, ko'rmaslikka olgan paytingizchi? Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan da battar bo'ronlar keladi. Darsda uxlab qolganmisiz? Darsga kelmadingiz, ustozingiz telefon qilyaptilar, ko'tarmagan paytingiz bo'lganmi? Butun qishlog'imiz xalqi nomidan sizga katta rahmat singlim. Gruppavoy darsdan kelishib qochganmisizlar hech? Xudoga soldim garchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Xolos. Sizni ustingizdan ota-onangizga shikoyat qilishganmi?